Yanvar oyida pensiyasini kutayotgan fuqarolar uchun hozirgina shoshilinch xabarlar e'lon qilindi. Yanvar oyidan boshlab pensiyalar ko'tarildimi? Qanchaga oshdi? Kimlarning nafaqalari oshirildi? Bu haqdagi barcha savollarga ushbu videorolikda javob topasiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videoning ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Diqqat qiling. 2026-yildan boshlab maosh va pensiyalar oshiriladi. Iqtisodiyot va Moliya vazirligi 2026-yil uchun davlat byudjeti loyihasini Oliy Majlisga taqdim etdi va bu haqda rasmiy xabar berildi. Loyihaga ko'ra, kelgusi yildan ish haqi, pensiyalar va nafaqalar oshishi uchun 6 trillion so'm ajratilishi belgilangan. Bu mablag'lar xizmatlar narxining oshishi va yangi ish o'rinlarining yaratilishi bilan bog'liq xarajatlarni ham qoplaydi. Shuningdek, loyihada aholining daromadlarini inflyatsiyadan himoya qilish maqsadida maosh va pensiyalarni inflyatsiya darajasidan yuqori suratda oshirish rejalashtirilgan. Prognozlarga ko'ra, 2026-yilda inflyatsiya darajasi taxminan 7% atrofida bo'ladi. Vazirlik hisob-kitoblariga ko'ra, davlat xizmatchilarining maoshi 1% ga oshirilsa, qo'shimcha ravishda 1,69 trillion so'm talab qilinadi. Pensiyalar 1% ga oshirilsa, 832 milliard so'm talab etiladi. Umumiy hisobda 2026-yilda ish haqi va ijtimoiy to'lovlar uchun 172 trillion 800 trillion so'm ajratilishi rejalashtirilgan. Bu joriy yildagiga nisbatan 18 trillion 500 trillion so'mga ko'proqdir. Shu bilan birga maoshlarga oid to'lovlar davlat byudjeti xarajatlarining 42,9% ni